Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizim Rabbimiz, bizi yaratkan ulu Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd sana ayetimiz. Andın yolbaşçımız, yetekçimiz, Peygamberimiz, ulu Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, aile tavbatlarına, sahabelerge ve kıyametkiçe Peygamberimizin yoluna ergeçken barlık müminlerge Allah'ın salamını yollayımız. Bizim bugünkü dersimiz aldığınki kıtımlık sohbetimizden devamı. Biz aldığınki kıtım aile muhitideki muhim amillar deb 3 nuqtani qisqacha so'zlab o'tgan. Bir aile muhitini tashkil qiladigan bir aile madaniyati, ailedagi munosabat, shundaqla ailedagi ota-ona va boshqalarning ish harakatlari, ya'ni odatlari. Biz bugun shu madaniyat degan qism haqida qisqa to'xtalamiz. Bu aile medeniyeti degan nima, ailedagi madaniyat degan nima? Yoki farzand tarbiyasining buni bilan zodi qanchalik munosabati bor? Endi madaniyat kültür deganimiz cemiyetshunoslikning uning bunga oid har xil ta'birlari bor. Ma'lum bir millat uzoq tarixi jarayonida yashash davomida moddiy va ma'naviy jihatni qo'lga keltirgan, o'zining an'anasiga aylanib ketgan. Yani shularning bir kimligini shakllantirgan nurg'un qadr-qimmat ko'zqarashlar bor. Shularni umumlashtirib madaniyat deb atsak xato bo'lmaydi. Masalan, Uyg'urlarning urf-odatidagi, masalan, to'ydagi ba'zi urf-odatlarimiz. Bu madaniyatning ichiga yana shu millat e'tiqod qilgan diniy e'tiqod va shu diniy e'tiqoddan shakllangan urf-odat qatorliqlarni kirib ketishi mumkin hamda. Mana shundan his qila olamiz, ota-onaning oiladagi so'z harakati va umumiy kayfiyatida ifodalangan qimmat qarashlari, e'tiqodining ifodalari oiladagi nihoyatda muhim bir havoni tashkil qiladi. Farzand mana shu ota-ona o'zi tava bo'lgan madaniyatga qanchalik sodiqligi va buni o'zining kishilik amaliyotida qanchalik ijro qilishi orqali nihoyatda cho'nqur ta'sirga uchraydi. Men bu ailedagi madaniyat deganni yana biroz o'zimcha mana 4 nuqtaga xulosalab baxdim yoki 4 muhim tarkibga ayirib baxdim. Endi bu yerda eskartishga tegishli narsa bolaga ta'sir qilguvchilik, bolaning o'sib yetilishiga, ya'ni tarbiyalanishiga ta'sir qilguvchilik bir madaniyat muhiti barpo qilish oilada. Aşı ata-onaning o'zi tava madaniyatga qanchalik sodiqligi va bu madaniyatning omillarini o'zining oilasi va ish harakatida qanchalik ijro qilish qizg'inligi bilan o'ntanasib. Chunki bu nurg'un kishilar o'zimizni ma'lum bir madaniyatga tava deb qarasakmi, masalan biz Uyg'ur islom madaniyatiga tava desakmi, ammo kishilik hayotimizda buning ifodasi yana ba'zi kishilarga qaraganda kuchli bo'lmasligi mumkin. Masalan ba'zi oilalarda Mesela deyli, ana tilga ahamiyat berish nihoyatda muhim, kuchli masala deb qaralsa, ba'zi oilalarda bo'lsa bo'ldigan, bo'lmay qolsa cho'ng bir narsadan mahrum qolgandek his tuyg'u shakllanmaydigan bir muhit bo'lishi mumkin. Shu mening qarashimcha birinchi eng muhim narsa bizning oila madaniyatimizni shakllantirgan yadrolik omillarning birinchisi bizning diniy e'tiqodimiz. Endi biz o'zimiz musulmon bo'lib sifatimizdan bizning diniy e'tiqodimiz islom dini. Bir ata-onaning e'tiqodi uning ish harakatida, axloqida va ibodatlarida aks etadi. Biz buni hammamiz bilamiz. Va bu bizning dunyo qarashimiz va qimmat qarashimizning asosini tashkil qiladi. Shundaqla bizning hayotdagi nurg'un masalalarga tutgan o'lchamlarimiz amaliyotda diniy e'tiqodimizdan kelgan bo'ldi. Masalan deyli, o'lchamlarimiz deganimizda boshqalar uchun nihoyatda qadrsiz hisoblanadigan, kulkilik hisoblanadigan ishlar, masalan dinning sirtidagi birisi. Yoki bir Xitoy deydi bizga nisbatan. Bizning namoz o'qishimizni ko'rsak, kunda 5 vaqt namozni, masalan 1-2 soat vaqt sarf qilib, bu ularga nisbatan intayin vaqt isrof qilish yoki behuda ish bo'lishi mumkin. Ya bu nima ish qiladi bular? Bunda vaqtda bozorda do'konni ochgan bo'lsa, masalan deyli, bir do'konni ochgan biraylar, dal namoz vaqtida do'konni taqib etib, savdo bo'lgan vaqtda masjidga kirib namoz o'qisa, boshqa bir dinning sirtiga birisiga nisbatan bu odam nihoyat ahmoq hisoblanadi. Ya en pul tabiga vaqtda do'konni 1 soat taqib etdi.
Ama etiqadimiz noktasını o'ylashgan vaqtda, ya'ni bizning o'lchimimiz noktasını o'ylashgan vaqtda bu faqat bizlar his qila oladigan, ya'ni musulmonlarlar his qila oladigan bir alayda qimmat. Mana bu bizning diniy etiqadimiz. Buni sharhlashga tegishli cho'nqur bir mazmun deb o'ylayman. Bizning hayotga tutgan bütün pozitsiyamiz, tutumlarimiz ve qarashlarimizni tashkil qiladi bu, belgilaydi. Masalan biz hijrat qilib chiqdik. Nurg'un kishilarga e'tiqodiy nuqtadan baholagan vaqtda shu o'zimizning hijratini, hijrat elib kelgan jafo mushaqqat yoki ba'zi bir dishvorchiliklar, qolaysizliklar, mesela aqallisi pul topolmaslik deyli. Yoki yashayotgan davlatda boshqa hamma jihatdan erkin bo'lsak ham, men iqtisodiy jihatdan oz to'la qiyinchilik qilish qatorliq masalalar. Biz bu ibodatni qilganda olgan savob tuyg'umizdan eshib ketaylik endi. Mesela hiç olmasa Allah'ın razılığını gözlep jafo mushaqqat tortsammi, hijratdan iborat bir ulug' ibodatga tavakkul qilishga jur'at qildim deydigan iftixorlanish, faxrdan bakrak va keyingi jafo mushaqqatlar besib ketib, hatto bundan pushaymon qiladigan, ya'ni azizlar shu tashqi dunyoviy jafo mushaqqatlar tufaylidan mavi ep kelgan erkinlikda bizga ko'ranmaydigan, uning qadr qimmatini hisoblayolmas holga kelib qoldigan bir ahvolda ko'ryapmiz. Ammo biz shu masalaga o'zimizning e'tiqodi nuqtasidan qaragan vaqtimizda aslida u unday ish emas. Biz aqallisi deyli, bir odam kasal bo'lsa qaqshaydi hamda. Hamda kasallash yaxshi ish emas-ku, hamda hammalarning jonni og'ritadi. Musulmon emas biraylar kasal bo'lsa, bir musulmon odam kasal bo'lgan chog'dagi his tuyg'uni u beshini o'tkazolmaydi. Bir musulmon kasal bo'lsa, hech bo'lmasa, men kasal bo'ldim, Alloh sog' salomat qilgan vaqtim Allohga shukr qilgandim. Alloh meni kasal bo'lishga tanlabdi. Men unaga sabr qilishim kerak deb sabr orqali yana bu kasal kelgan azobni yengillata oladi. Hatto payg'ambarimizning agar sen kasal bo'lsanglar, badaningga kirib ketgan bir tal tikan sababidanmi, tikan uchunmi, Alloh sizlarning gunohingni mag'firat qildi degan bu hadisni eslash orqali yana bu kasal kelgan azobni yengillata oladi. Yani qisqasi bizning bu e'tiqodimiz hayotimizga tutgan pozitsiyamizni shakllantirganlik uchun bu oilada bir kayfiyat paydo qiladi. Oilada yuz bergan nurg'un masalalarni biz bolalarimiz bor muhitda o'zimizning shu e'tiqodining taqazzosi bo'yicha hal qilamiz. Shunda muzokara qilamiz va shunda tushunamiz va tushuntiramiz. Mana shular bizning oila madaniyatimizning eng yadroliq qismi. Bir ota-onaga nisbatan bolasini haqiqiy musulmon qilib tarbiyalash orzusi bo'lgan vaqtda u diqqat qiladigan eng muhim ishning birisi dal shu oilada shu islom madaniyatini, ya'ni islomiy muhitni o qanchalik yarata oladi. Shu gap so'zlarimiz bilan, harakatimiz bilan va yuz bergan masalalarga tutgan pozitsiyamiz bilan nurg'un narsalarni baholashimiz bilan qanchalik bir muhit paydo qila oladi, bu intayin muhim. Ama ikinci muhim narsa benim qarashimcha aile muhitideki, yani ailenin medeniyetideki ikinci muhim türük biz Müslümanlığa nispeten bulapmı muhacirette vatanperverlik. Biz bir taraftan Müslüman bulu süpütümüz ile, yani bir taraftan Şarkı Türkistan'ın bir oğlu bulu süpütümüz ile bizim vatanımız aldığı da başta atıp bulanmaydıgan dini ve tabii mecburiyetlerimiz var. Tabii mecburiyet dediğimiz hiç kim bizim geldiğimizde yüklep koymuyor mu? Otomatik halde biz özlüğümüzün his kılıp ya bu benim burcum deyip karyalaydıgan mecburiyetle. Mesela bir dada özünün balası aldı da ben bu balamını bekiş mecburiyetim var diyende bir kim geldiğini yüklep koymuyor mu? Tabii his kılıdı. Ya bu benim balam. Men kılıç kişinin kalbi de böyleydi. O da bir insanın vatan aldığı mecburiyetimi yani şunda bir tabii oldu. Hem dini nüfusunu etkili vaktimizde mi? En avval bizden yaxşılık kılış merkezimiz, yaxşılık kılış obyektimiz, İslam'dan yaxşılık kılış prensibi noktasına qaraganda en avval vatanimiz. Ben bunu atayın ta'kidlashimdagi sebep bazı hata tushunchalar sebebidan chet eldagi nurg'un oilalarda, nurg'un dindor oilalarda vatan millat oldidagi majburiyatni bir diniy majburiyat hisoblamaydigan. U bo'lsa bo'ldigan bo'lmasimi bizning jannatga kirish kirmasligimizga hech qanday munosabati yo'q bir masala sifatida
tushuniladigan bir xato tushuncha eqim mavjud. Bu uzundan buyon mavjud. Mana mushu tufaylidan bizning chet eldagi muhojirat yashayotgan 40-50 yildan buyon, hatto 70-80 yildan buyon yashayotgan bizning qadimgi, ya'ni burunqi demakchi, belki yiroqqa ketmadim-da qadimgi deyish orqali. Ana shu muhojirlarimizning avlodlari bugungi kunda o'zining vatan millat oldidagi majburiyatini ado qilmoqlik, ado qilmaganiga vijdoni azoblanib qolmoqlik. Sababi nima? Chunki uni diniy majburiyati qatoridan chiqarib etgan. Unda his qilmagan. Musulmon bo'lsaqla yetidi tushunchisi, musulmon bo'lish degan mazmunning ichidagi vatan millat tushunchisini siqib chiqarib etish, buni aytdi ajallik xatoliklarımızdan biri bo'lgan. Shu men mushuni ta'kidlab, buni ikkinchi eng muhim bir masala deb qaradim. Masalan, buning ifodalari deyli, oilada o'zimizning bayrog'i bo'lish, aqallisi. Bizning davlat girbimiz bo'lish. Ya'ni oilada bolalarimiz his qila oladigan. Agarchi men o'zim yashayotgan shu davlatda yashagan bo'lsam-mu, ammo mening haqiqiy vatanim va davlatim Sharq Turkiston deydigan bir ong'i yiqilish uchun shu ota-onaning ongliq bir tirishchanliklari kerak. Shu oilada shunda simvollik belgilarni yetarli ko'proq paydo qilishi, eng aqallisi bir xaritimiz bo'lishi va bunga munosabatli, ya'ni bolalarimizga o'zining Sharq Turkistonlik ekanligini his qildiradigan ve vatan oldidagi majburiyatining bor ekanligini her daim samiga soladigan ota-onaning ongliq tirishchanliklari bo'lishi lozim. Herkes bunu balamizni tabiiy yetilib qoldi deb qarash, bu bek mas'uliyatsizlik ve xomxiyol. Üçüncü muhim narsa bizning milliy an'anamiz. Amaliyotda milliy an'ana deganimiz madaniyatning muhim bir tarkibiy qismi. Men milliy an'ana degan vaqtda shuni aldığım şart süpütede tilgalışımız lazım. Yani bu milli an'ana deganimiz bizning dinimizde muayyen millet tarixdan buyon amal qilib yashab kelgan ve bazı bir maddi, manevi ve turmuş adetiyle münasebetlik bir hareket ölçümü qelibi var. Mana şunun içindeki İslam cheklamaganlari tabiiy yolda İslam ruxsat qilganlar kategoriyasiga kirib ketadi. İslam cheklamaganlari. Hamda hamma millatning çoğum ayet hadisi çeklengen bazı hata kılmışları var. Biz bunu an'anamiz, medeniyetimiz de saklap kılışımız doğru emas. Yoki saklap kılışı dava kılışımız doğru iş emas. Ama bunun yeni bir tarafı. Ki biz milli an'anamizni saklap kılış degan vaqtda, ya bu milli an'anani saklap kılışni bir xil bir aşkın milletçilik süpütüde düşünüp o'zimizning saklap kılışga tegishlik bo'lgan an'analarimizdan mu ama din namida vazif geçmekçi olaş, bu alaka yeni bir aşkın hatalık. Şu İslam'ın bu meselesi tutkan pozisyonu ait iniq. Her kaysi milletli tarihte davamlaşıp gelgen, İslam'a xilaf bo'lmagan an'anaları, hatta kiyim kiyecektiki değil, kiyim kiyecektiki an'anaları, fakat İslam'daki şu kenkenra buluş, qilin buluş, kürnep kalmaslık, tab olmaslık diyendek umumi ölçemligi ra'y qilgan bo'lsa, o kiyimning alaqı rengi, pusoni, o bu deganlar ma'lum millatlar o'zining an'anasini saqlab kelgan kiyimlarini kiysa bo'laverdi. Faqat shu bir qancha ana prinsiplar amal qilgan ahvol ostida. Masalan deylik, bizning 40 tal o'rmi chechimiz bor deb bizning qizlar balog'atga yetgandan keyin chochlarini echib, o'rab yursa, biz milliy an'anamizga amal qildik deb unda chingtirolmaymiz. O to'g'ri emas demak. Mesela bizning an'analarimizning ichida yetlishish. Mesela qo'shindorchilik. Mesela ota-onaga vafodorlik. Albatta ota-onaga vafodorlik İslamning bir axloqi bo'lsa-mu? Alqimda qarasak, tarixdagi nurg'un musulmon millatlar İslam axloqi hisoblangan ba'zi axloqlarni ba'zi millatlar bekrak mujassamlashtirgan. Ba'zi millatlar ba'zisini bekrak mujassamlashtirgan bir ishni uchirtimiz. Mesela shuning ichida belki biz chet elga chiqqandan keyin texmi ro'shan his qilgan bo'lishimiz mumkin. Mesela Uyg'urlardagi, bolalardagi, farzandlardagi ota-onaga bo'lgan hurmat va ota-onaga vafodorlikning boshqa biz uchratgan boshqa nurg'un millatlar, musulmon millatlarga qaraganda alohida gavdalik ekanligini his qila olamiz. Masalan, mushular biz chet elda eng saqlab qolishga tegishlik ishlarimizdan birisi. Masalan deylik, Türkiye'de mis qilyapmiz masalan, ota-ona bilan bolaning o'ttirisidagi munosabatda naqadar hurmat qilmaganligini ko'ryapmiz. Masalan,
Başlangıç toluqsыздiki Türk balla ba'zida anası yoki dadisi yok vaqtda uni tilga olgan vaqtda anasini o kadın deb tilga olganligini anıldım endi. Yani bu o'g'utun degan gap endi. O ayol. O mezlim degan. Ama Uyg'ur medeniyetide biz ata-onamizga almash ishlatmaydi ekanmiz. Kimda diqqat qarasan. Biz ata-onamiz yok vaqtda mı onun yanına berip geldim demeymiz. Nereden geldinler dese dadamızın yanına gelgen olsak dadamın yanına geldim ve anamın yanına geldim deydik kendimiz. Almaş işletmeye. Bu alaylı bir işken. Mesela hazırkıdak biz hiçbir zaman anamızı o ayal kança niyetimiz hiç kanda olması mı? Bunda bir kelimeyle atlamayımız ve işletmeyimiz. Anadaki mihman dostluk mesela. Mihman dostluk. Mesela Allah ve kıyametki iman keltirgenler mihmini yaxşı kütüsün degan hadis barlıq musulmonlik ortak olsun mu? Ama onu Uyg'urlar yoki Sharq Turkiston yoki Turkiston jo'g'rafiyasiga musulmonlar bekroq amal qilib kelgan. Boshqa yerga musulmonlik qaraganda. Mana bu bizning ma'lum jihatdagi an'anamizga aylanib ketgan go'zal axloqlar. Mesela yetishmi shu? Mesela Arab dunyosida yashagan qarindoshlar, mesela biz Turkiyada his qildik. Bizninkiga o'xshash yetishish boshqa millatlarda yo'qligini ko'ramiz. Mana muşula bizim ailemizde mesela qo'shindarchiliklar. Bizde kichik vaqtimizda qo'shindarchilik texmi aniq his qilinadi. Mesela palanın uyga bir qacha tomoq sunish, hatto u o'yildan bir qacha yog' o'tni elish deyiladi. Mesela hozir buni tasavvur qilish mumkin bo'lmasmi? Ayni vaqtda bizning qo'shindarchiliklarımizda bu qanaati tabiiy ishlaydi. Mana bularni angliq ravishda ota-onalar yani chet eldagi muhojirət yaşayotgan ota-onalar biz bu medeniyetni his qildirgan o'zimizning vatandan mahrum bo'lganligimiz uchun ailemizde bo'lsa-mu bolalarga buni tetitishimiz, his qildirishimiz lozim. Endi 4-chi muhim turki va nimasi shu ilmiy nuqtadan shu ilm fanni muhim biladigan bir oila kültürü barpo qilish. Atayin men bu ilm fanni muhim bilish deb tilga olishimning sababi biz Uyghur cemiyetinde bunda bir adamın köngülü yerim kıldığan bir menzirini his kılınma. Dinden bir kadar uzak yaşaşını tallıgan bazı ama üzerine Müslüman deb dava kıldığan Uygurlarının ilim pengi bekrek ehemmiyet verdiğanlıkını. Ama tekimi dindar bir hayatını tallıgan ve hayatının hemen kısmı da dinini icra kılmakçı boğan bu xil ailelerinin farzand terbiyesideki muhim bilgen noktalara qarasak, ilim fanni undan muhim bilmegenlikini görebiliriz. Bunun ikkilisi dini noktasını to'g'ri emas deb o'ylayman. Bunun her ikkilisi to'g'ri emas. Çünkü bizning o'qishga buyurilgan ilmimiz dini ilimlerini ve tabiat ilimlerini tam o'z ichiga oldi. Bularni bugungi kunda musulmonlarning ilim fan texniki mushu sohadagi keyinli qolganligi sababidan bütün İslam dünyası düşüp kalan bu hazırki xar vaziyetini küzümüz kürvatıdı. Bunda ehval aslında belki muş alaylı tarihi şaraitte ballarımızı ilim pende. Elbette en aval dini itikadı sağlam, dindar kılıp yetiştiriş şerti aslında ilim pende alaylı yetiştirişini tallaş benim için periz emellerinin biri deb qarayman. Çünkü bizge periz kılınan ma'lum bir emel onu emelge aşırış için bazı şartlı gerek bo'lgan vaqtda aşı şartning o'zimi farzga aylanib ketadi bizning qoidamizda. Hozir men uchun musulmonlarni qaddidan turg'izadigan, ya'ni qaddini tiklaydigan, o'rnidan turg'izadigan, gullandiradigan eng muhim narsalarning biri dal aşı ahamiyat bermagan ilm fan, iqtisod qatorliq qattiq sohalar. Unda bo'lgandan keyin dal mushu sohalar bizga nisbatan ahamiyat berishga tegishlik vacip ve perizga aylangan sohalar deb o'ylayman. Shu chet eldagi aile muhitimizda bolalarimizni din, vatan, milliy tuyg'u ve ilim fan jihatda sog'lom bir oila madaniyati barpo qilish bizning bolalarimizning keyingi o'zini taraqqiy qildirish nishonini ko'rsatib beradigan muhim bir omil bo'la oladi. Endi mana shularning hammasi o'yamligimizga o'xshash ata-onaning pozitsiyasida ro'shan ifodalanishi kerak.
Masalan, balalarimizni diniy jihatda yaxshi tarbiyalashni o'ylagan bir ota-onaning uyida bir ishkabda nurg'un diniy kitob bo'lsinmi, yana bir ishkabda ilm-fanga munosabatli nurg'un kitob tang bo'lsin. Umi bo'lsin. Shundaqla men ilm-fanga yaxshi tarbiyalasam bu degan bir oilaning ailesida, uyida uningga her iki dunyolik yo'lini ko'rsatadigan diniy kitob, diniy asarlarni tang bo'lsin. Herkese biz bu birini qurban qilish bedeliga biriga erishmoqchi bo'lgan bir qavm emas asli. Allah bizni ikkilisini qilishga va her ikkilisini voyaga yetkazib qilishga buyurgan. Shu xulosalgan vaqtda bizning men ta'kidlamoqchi bo'lgan bu oila madaniyati deganimda bizning diniy e'tiqodimiz, andan keyin vatanparvarlik tuyg'umiz, milliy tuyg'umiz ve ilim-fanga ahamiyat berish. Mana shu 4 omil ve mushuni merkez qilgan bir oila kayfiyati balalarimizning yoki balalarimiz yaşaydigan bir ailenin havası paydo qilishda alayda muhim deb o'ylayman. Endi bunun ochqichi shu ota-onaning mush omillarning muhimligini yeterlik anqirish ve o'zining shu turmushida, aile turmushida ve farzand bilan bo'lgan munosabatida planliq shaklda ijro qilish tirishchanlikdan iborat. Bo'lmay qolsa bu masala hech qaysi ota-onalar bilmaydigan masala emas. Ammo sal qarayotgan masala. Bularni tangpunglashtirishga sal qarayotimiz, tanglashishga sal qarayotimiz. Ve angliq shaklda ijro qilish deganimiz ba'zida bir ota-ona buni planliq shaklda qilmasa, mesela milliy tuyg'umiz deb qo'yib, vatanparvarlik deb qo'yib, ailede balaga faqat ana til o'rgatmasak yoki uningizda korimiz bo'lmasa deydi. Balalarimizga Uyg'urning mashhur shaxslarini o'rgatmasak, bizning tariximizni o'rgatmasak, o vaqtda balalarimizdan bir vatanparvar, bir Uyg'ur farzand bo'lib chiqishni umid qilishdan o'zi bir kulkilik ish bo'lib qolmamdi. Shu oxirgi ochqish deganim, bu aniqroq desak, bilganga amal qilishda. Oddiy degan. Allah hammamizni shu bilgan to'g'ri bilimlarimizni, prensiplarimizni realligimizni Allah ijro qilishga nasib qilsin.